Qonunchilikka ko'ra, transport vositalarini piyodalar yo'laklaridan yurgizganlik uchun javobgarlik belgilandi. Qonunchilikda quyidagilar bilan bog'liq huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Haydovchilarning transport vositalarini trotuarlardan, piyodalar va velosiped yo'laklaridan hamda ularga tutash hududlarda barpo etilgan yashil maydonlardan yurgizganligi, yo'l harakati ishtirokchilarining harakatiga to'sqinlik qiluvchi noqonuniy to'siqlar va boshqa qurilmalar o'rnatilganligi, yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmasi bor yo'ldan transport vositalari harakatlanganligi. Bu bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorda jarima solishga, agar huquqbuzarlik 1 yil davomida takror sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.